Bismillahirrohmanirrohim. Allohim, meni ushbu kunda itoatsizliklarim va ma'siyatlarim uchun rasvo qilmagin. Isyonlarim imtihonini olmagin. Ushbu kunda sening g'azabingga duchor qiluvchi amallardan uzoq qil. Ne'matlaring va bag'ishlovlaring haqqiga Robbim, o'zing gunohlarimni kechirgin. Meni ushbu kunda ro'za tutishimga va qiyomda turishimga o'zing yordam qilgin. Adashish va nooromlikdan o'zing saqla. Bu kunda zikring bardavomligi bilan o'z tavfiqing bilan meni rizqlantirgin. Ey adashganlarni hidoyat qiluvchi zot, meni gunohlarimni avf etgin. Senga osiy bo'lganim uchun meni bu ishda tushkunlikka solib qo'yma va qasosingni qamchisi bilan urmagin. Ya Robbiy, menga nima yaxshi bo'lishini o'zing bilguvchisan. Nimaiki yaxshi bo'lsa shuni bergin. O'zing men kutmagan joydan yaxshiliklarni ato etgin. Ota-onamning gunohlarini avf etgin. Ya Robbiy, shu Ramazonning barakatidan barcha musulmonlarning xonadonlarini tinchlik, xotirjamlikda qilgin. Ya Robbiy, o'zing bizlarni ojizona qilayotgan ibodatlarimizni qabul etgin va inshaalloh qiyomat kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoatlaridan nasib etgin. O'zing bu dunyo hayotida o'zingni rozi bo'ladigan amallar bilangina o'tishlikni nasib etgin. Allohumma robbana atina. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kuzatuvchilar, umrachilar, Alloh taoloning rahmati va qudrati ila bugun Ramazon oyining 4-kuni mana peshin namozini o'qib chiqib, demak hamma ibodatlariga ketyapti. Kimdir boshqa ziyoratlarga, kimdir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning